Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana 2 kun oldin hurmatli ustozimiz professor Inoyatov Almashodiyevich boshchiligida o'tkazilgan amaliyotimizni ko'rishingiz mumkin. Bemorimiz 53 yoshdalar. Opamizda endoskop yordamida peshona sohalarini chiroyli qilib tortib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Qosh yo'yini ikkita lateral sohasini, tashqi burchagini chiroyli qilib tortib berganmiz. Albatta bu endoskop yordamida bo'lgan. Peshona sohasini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli, zo'r qilib tortib berganmiz, bartaraf qilib berganmiz. Krugovoy smas facelifting amaliyoti o'tkazilgan. Yonoq ravoqlarni, yonoq dugalarni chiroyli qilib ko'tarib shakllantirib berganmiz. Brilya, lunj sohalarini yon tomonga tortib bartaraf qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ortiqcha izbitik yo'qligini, ortiqcha marshinkalarning yo'qligini ko'rishingiz mumkin. Dan osti platizm plastika qilingan ikkita lateral sohasi chiroyli qilib yon tomonga tortib, zo'r qilib bartaraf qilib berganmiz va sheyani ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib qilib shakllantirib berganmiz. Kesma joyi, jarohat joyi qanchalik darajada yo'qoladi degan savol kelyapti bizga. Mana ko'rishingiz mumkin. Jarohat joyini juda ham ajoyib, koja ikkalasi ham stik juda ham ajoyib birlashgan. Quloq dirildog'ini anatomik shaklini saqlagan holatda chiroyli qilib berdik. Minimal darajada shishlar qolgan. Xudo xolasa, albatta bu amaliyotdan keyingi 2 kunlik natija, xudo xolasa 10 kunlik natijani, 15 kunlik, 1 oylik natijani ham qo'yib boramiz. Opajon, yaxshimisiz? Qanaqasiz? Yaxshiman. 2 kundan keyingi amaliyotimiz sizga natijasi qanaqa? Qoniqarlimi? Yoqdimi sizga? Yoqdi juda ham. Og'riqlar bormi? Yo'q. Kayfiyatingiz qanaqa? Yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa yana 15 kunlik, 20 kunlik natijani qo'yib boramiz. Klinikamizdan ustozimiz professor Inoyatov Almashodiyevichdan rozimisiz? Qancha roziman, qoniqdim. 1 yildan beri ishlarini tekshirib kelaman. Instagramda, o'sha yerda. Juda ham ishlari menga yoqardi. Shu kishini tanlab keldim. Endi qiladigan opa-singillarimizga nima maslahat berasiz bir o'zingiz? Maslahat обязательно kelib qilishga, chiroylikka. Opamiz 53 yoshdalar, albatta bu kishini kamida 20 yoshga yo'shatirib berdik biz, xudo xolasa. 20 yoshga yo'shatirib berdik. Natijani yana qo'yib boramiz. 1 oylik natijani, 2 oylik natijani qo'yib boramiz. Albatta kuzatishdan charchamang. Fikringizni qoldiring, kommentariy qoldiring, reaksiya qoldiring.